Hurmatli kuzatuvchilar, bugungi darsimizda dol hamda zol harflarini o'tamiz. Dol harfi munfasil harflar sirasiga kiradi hamda arab alifbosida shamsiy harf deyiladi. Bu d tovushini ifodalaydi. Bu harfning so'z boshidagi ko'rinishi shunday holatda yoziladi. Demak, 3 ta nuqta bo'ylab yozishimiz kerak. Mana shu nuqtalarda keladi. Va bu nuqtasidan pastki nuqtasigacha mana shunday chiziq torta oladigan bo'lishimiz kerak. Mana. Alohida shakli ham xuddi shunday holatda yoziladi. So'z o'rtasi va so'z oxirida o'zidan oldingi harfga ulanib kelsa, demak, xuddi shu holatda ulangan ko'rinishda keladi. Mana. Qo'lda yozilishi bilan bosmada yozilishining farqi shundaki, demak, qo'lda yozayotganda tepadan ulaymiz, bosmada esa pastidan ulanadi. Va bu harfimiz satr usti harfi hisoblanadi. Endi bir qator misollarni yozamiz. Alif bilan birgalikda kombinatsiyasi. Dol hamda alif. Biz buni o'tgan darsdagi tajribamizga asosan alif harfi qaysidir harfdan keyin keladigan bo'lsa, demak o deb o'qilar edi. Biz buni do deb o'qiymiz. Yoki mana dol, alif, yana dol. Demak, buni esa dod deb o'qiymiz. Yoki kitoblarda aytiladi mana. Bunday deb yozadigan bo'lsak, alifning ustiga zabar qo'yamiz va buni ado deb o'qiymiz. Mana ado qilding deb aytishadi-ku she'rlarda. Ado. Xo'p, agar mana so'z boshida mad belgisi, alif hamda dol harfini yozadigan bo'lsak, buni biz o'qiymiz od deb. Hozircha ikkitagina harf o'tilganligi tufayli biz kamroq misol yozyapmiz. Yana harflarimiz ko'paygani sari bu harfga ham o'zining misollari bo'ladi. Albatta, hozircha harfni o'zi bilan yonma-yon yozib ko'rsatamiz endi. Mana shuni 3 marta yozamiz. Uch marta yozamiz. Belgini esa mana buni birinchi undoshning tepasiga qo'yamiz. Buni dad deb o'qiymiz. Buni esa dod. Buni ostiga qo'yganimizni esa ded deb o'qiymiz. Mana shu bizning dol harfimiz edi. Navbatdagi harfimiz esa zol harfi. Zol harfi z tovushini ifodalaydi. Munfasil harf, shamsiy harf hisoblanadi. Yozilishi esa shakliy jihatdan dol bilan juda ham o'xshash, faqatgina bir nuqtasi bilan farq qiladi. So'z boshidagi yozilishi mana alohida holatda kelgan yozilishi. So'z oxiri hamda so'z o'rtasida, demak, o'zidan oldingi harfga ulanadigan bo'lsa, xuddi mana shu shakl ulangan holatda ishlatiladi mana. Bitta nuqtasi bilan farq qiladi.
Demak, fors tilida 8 ta harfning ustida bitta nuqtasi bor. Bu harf bilan keladigan so'zlar asosan arabchadan o'tgan so'zlar bo'ladi, chunki bu arabiy harf hisoblanadi. Hop, bunga misollarni yozamiz. Mana boya aytganimdek, qaysidir mazmun anglatadigan so'zlarni emas, balki shunchaki avvalgi o'tgan ikkita harfimiz bilan yonma-yon holatda qo'yib ishlatamiz. Misol uchun mana birinchi aliflardan keyin ishlatib ko'rsatamiz. Bu belgini qo'yamiz, oz deb o'qiymiz. Bu belgini qo'yamiz, az deb o'qiymiz. Bu belgini qo'yganda esa o'z, bunisini qo'yib zirni qo'yganimizda esa ez deb o'qiymiz. Mana oddiy bitta alif bilan belgilar yordamida yonma-yon kelganida qanday farqli o'qilishi mumkin ekan. Endi mana zolni birinchiga o'tkazamiz. Zol, dol. Zol, yana dol. Zol, yana dol. Xo'p. Va mana zol, alif, dol. Endi mana ko'rishimiz mumkin, mana buni zad deb o'qiymiz. Bunisini zod deb o'qishimiz mumkin. Mana bunisini esa z deb o'qiymiz. Oxirida mana so'z o'rtasida alif, demak o tovushini ifodalayapti, zod deb o'qiymiz. Birinchiga dolni ham olib ko'raylik. Xuddi shu holatda mana dol, zol. Hop, ikkita joy tashlaganimiz yaxshi bo'ladi. Mana. Hop, o'rtaga alif tushiramiz. Mana endi belgilar mana. Daz, do'z, dez. Keyingi holatda esa doz bo'lib o'qilyapti. Mana shu bizning dol hamda zol harflarimiz edi. Bugungi darsimiz shundan iborat. Keyingi darslarda ko'rishguncha.